Assalomu alaykum aziz hurmatli talabalarimiz. Bugun amaliyotimiz soddalashtirilgan fizioterapiya. Soddalashtirilgan fizioterapiyaga demak, kompress, xantal, gidroterapiya, muzli xaltalar va grelkalar kirar ekan. Bu haqda suhbatlashdik. Kompressning ikki turi bor edi. Bulardan quruq va nam kompresslar. Bugun biz sizlarda amaliyotda quruq kompressni qo'yish, bemor bilan etika deontologiya, yo'llanmasi bilan keladigan bemorda qanday kutib olish kerak va algoritm muolajani bajarishni texnikasini ko'rib chiqamiz. Bugun Zilolaxon bizda bolasi bilan qabulimizga keladi. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'llanmangiz. Bemor bizga maxsus yo'llanma bilan kelish kerak. Bu yerda yo'llanmada bemorning familiya oti, yoshi, yili, jinsi mani so'rab oldi. Mana bemor menga yo'llanmani taqdim etdi. Yaxshi. Ismlari? Muhammadjon. Familiyalari? Abdulaziz Muhammadjon. Muhammadjon 3 yoshda. Unga vrach ko'rsatmasiga binoan issiq quruq kompress quloq sohasiga qo'yilibdi. Reabilitatsiya jurnalimizga hamma ma'lumotlarini kirgizaman. Ma'lumotlar kiritildi. Bolani familiya, ismi, tug'ilgan yili, jo'natgan vrachi, qaysi muolaja turi, necha kun olinishligi haqida axborotlar yozildi. Muhammadjonga vrach issiq quruq kompress yozibdilar. U kishimda quloq sohasida yallig'lanish, og'riq, shishlar bor ekan. Uni quloq ostini, quloq ichlarini, oqmalar yo'qmi, allergik diatezlar yo'qmi, bichilishlar, yallig'lanishlar, teridagi o'zgarishlar yo'qmi, buni hammasini ko'rib chiqamiz. Tana haroratini o'lchaymiz. Muhammadjon, isitma oldilarmi kechqurun yo'qmi? Yaxshi, bola o'ynab turibdi. Unda isitma borligidan shikoyat qilmadi, isitma yo'q ekan. Kompress uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Hop. Marli bint, hibi bint kerak bo'ladi, yo marli kerak bo'ladi va mana shu marlining ikkinchi qavati klyonka kerak bo'ladi va bizga yana issiq tutuvchi paxta va qaychi kerak bo'ladi. Bintni o'rtasidan kesaman, o'rtachasigacha kelaman. Tushuntirdim, ruxsat olganman. Keyingi qavati klyonka qo'yaman. Klyonkadan keyin quruq paxtani qo'yaman. Uchinchi qavatimiz. Har bitta qavat 1-1,5 santimetrdan bir-biridan katta bo'lishi kerak. Shunda issiqlikni yaxshi saqlaydi. Bint bilan bu kompressni fiksatsiya qilaman. Buni kattalarga ham xuddi shu tarzda, shu ketma-ketlikda qo'yiladi. Keyin hamshira kelib, yana bemordan xabar oladi. Bezovta bo'lgani yo'qmi? Maylimi, kompress tegini bir tekshirib ko'rsam. Holat yaxshi. Endi bu 2 soatgacha turadi. Bu quruq kompressimizni ostidagi o'sha 4 qavatli marligimizga agar vrachimiz dorilar buyurgan bo'lsa, misol uchun spirt bilan suv aralashmasi yo bo'lmasa boshqa bir yana dori tarkibli aralashmali nam kompress buyurgan bo'lsa, xuddi shu tarzda doriga shimdirib marlini qo'yib turib fiksatsiya qilamiz. Tartibi, algoritmi ketma-ketligi shu. Dorili ishlatganimizda ham har doim boladan xabar kelib, teri reaksiyasi sodir bo'ldimi, yo'qmi, boladan xabar olib turishimiz kerak. 2 soat o'tdi. 2 soat o'tgandan keyin kompressni yechamiz. Bemor bilan kontaktizatsiya qilgani B klassga tashlaymiz. Bemorni kuzatamiz va uyda, uy sharoitida onasiga shularni ko'rsatib, o'rgatib berishimiz mumkin. Tabiiyki, onaga tushuntirishimiz kerak, har bitta bemorimizga tushuntirishimiz kerak muolaja maqsadimizni. Bu muolaja maqsaddan a'zoda kasallangan a'zoda qon aylanishi, kompresslarda misol qon aylanishi yaxshiladi, qon tomirlari kengayadi, moddalar almashuv jarayoni tezlashadi. Har qanday yiringli kasalliklarda, kasallikning o'tkir davrida issiq muolajalar, yana qaysi davrida qizlarim? Yana mana shu onkologik kasalliklarda deb gaplashdik, mumkin emas dedik. Isitma paytida, yuqori isitma paytida bu muolajalarni tavsiya qilmaymiz, bajarmay turamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil ravishda har birimiz o'zimiz mana shu kompress turlarini qo'yib chiqishimiz kerak.